bitta biznesmen ekan bor. Dollarga millioner. Juda ham sodda, yaxshi inson. Juda ham aqlli odam. Nozimjon degan akam bor. Radnon akamdaqa bo'lib ketgan. Radnon akam desam ham bo'ladi. Zo'r inson. Xullas telefon qilib, Doniyorbek qayerdasiz dedi. Yunusoboddaman aka desam, sizni videolaringizni ko'rdim dedi. Zo'r chiqyapti dedi. Men sizga bitta zo'r g'oya beraman. Keling uka. Yugurib bo'ldi aka dedim. Hozir men ketyapman. Aytgan joyiga. Assalomu alaykum. Nozim aka, sizmisiz? Charchadan baqvatmi? Salomatmisiz? Aka, mana shunaqa kameralar bilan yuradigan olib qo'yganman. Nazoratda. Hadi o'tirdingmi mashinaga? Aka, hamma narsani videoga olaman endi aka. Yo, mayli oling-da. Endi podpischilardan yashiradigan narsam yo'q. Akam g'oya aytishni boshladi. Birinchi navbatda bu odam nima ish bilan shug'ullanishini aytib beraman sizlarga. Nozim akamning Andijonda bitta katta shokolad zavodi bor. Lekin u yerda nechta ishtisi bor, nechta xil shokolad chiqaradi, to'g'risi unisini bilmayman. Men 1 kilolik shokolad pastasini chiqaryapman. Shuni dillerligini sizga beraman. Butun O'zbekistonga tarqatsangiz bo'ladi. Hali bu shokolad savdoga kirmagan. Sifatliligidan bir pasta bozorga kirib ketasiz. Aka, u 1 kilolik shokoladingiz nech puldan desam, narxi 50 ming so'mdan sotsangiz bo'ladi dedi. Hozir 200 grammlik masalani ham 35 ming so'm sotishyapti dedi. Men chiqarayotgan shokoladda kattalarga, yosh bolalarga, anemiya kasalidan kasallanganlarga juda katta foydasi bor deb aytdi. Gemoglobinni oshirib, qonni ko'paytirar ekan. Shokoladda obyomiga xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Bir oyda 8 tonnadan 15 tonnagacha yetkazib bera olaman deb shunaqa dedi. Akalar, menga endi bitta sherik kerak. Bozorda yorib kiradigan, pulini qayerda tikishni bilmay turgan. Shunaqa Shustri akalarga jo'natib qo'yinglar, birga boyisak boyib bizda. 1 kilolik shokoladni ochib yeb ko'rdim. Shunaqa nijniy, shunaqa mazali ekan. O'zimga o'zim omadingni bersin deyordim o'zi ham.